Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Alloh azza va jallaning go'zal ismlari Asmaul Husno darslarini davom etkazamiz. Bugun biz ana shu ismlarni birinchisi Al-Akram, o'ta karamli Al-Akram ismi haqida dars qilgan bo'lamiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'onda 114 ta sura nozil qildi. Ana shu suralarning eng avvalgisi Alaq surasi. Ana shu birinchi nozil bo'lgan surani birinchi so'zi Iqro, o'qi kalimasi bo'ldi. Astagfirullah. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing, sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tutib, sadaqa qil, ko'zingni tiy. Mana shu buyruqlarning ichida eng birinchi siz bilan bizga yuborgani, buyurgani o'qi. O'qi. Har bir insonning ehtiyoji bor. Yerga bog'liq ehtiyoji bor, samoga bog'liq ehtiyoji bor. Inson ikkita narsadan iborat: ruh va jasad. Jasad yerdan chiqdi, demakki buni ehtiyojlari ham yerdan bo'ladi. Jasad uchun kerak bo'lgan narsa yerda bor. Meva-cheva, oziq-ovqat, havo, suv va hokazolar. Endi ruhi u yuqoridan keldi. Endi uni ozuqasi ham yuqoridan bo'ladi. Demak, oliy ehtiyojlari bor va quyi ehtiyojlari bor. Farishta shahvatsiz aqldan tarkib topdi. Hayvon aqlsiz shahvatdan tarkib topdi. Endi odam bolasi ham aqldan, ham shahvatdan tarkib topdi. Agar mana shu inson uni shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ham past darajaga tushib ketadi. Agar aqli ustun kelsa shahvatidan, maloikalardan ham oliy martabada bo'ladi. Kechagi yangiliklarda Avstraliyada bir nima bo'ldi, bayram bo'ldi. Nima xursandchilik desa, adnapoli brakka ruxsat berdi qonunan. Xalqning 65% qo'llabdi. Bir jinsdagi odamlarda turmush qurishligi qonun bilan nima qilib berildi? Quvvatlantirib berildi. Xursand yurishibdi. Xursand. Bularning shahvatlari aqllardan ustun keldi. Yana qaytaramiz. Agar insonning shahvati, jasadining ehtiyojlari, shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvondan past darajaga tushib ketadi. Mana iymon keltirganlar. Iymoni, aqli shahvatidan ustun bo'lgan kimsalar. Bular kimlar? Astagfirullah. Innal ladina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyya. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jonzotlarning eng yaxshisidir. Iymon keltirgan, yaxshi amal qilganlar Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning eng yaxshilari deb aytayapti. Va sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu. Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzi ayindir. Demak, Alloh taolo nozil qilgan birinchi surasida, birinchi oyatida, hatto birinchi kalimasida siz bilan bizni o'qishlikka, ilmga buyurdi. Endi savol: qaysi ilmga buyurdi? Ilmning turi ko'p. Iqro bismi robbika. Robbingni ismi bilan o'qi dedi Alloh taolo. Ya'ni Robbingni senga tanitadigan ilmni o'qi. Ha, qolgan ilmlar ham ilm, fizika, matematika, asl hammasi ilm. Lekin birinchi o'qilish kerak bo'lgan ilm Robbimizni bizga tanitadigan ilm bo'lishligi kerak. Kishini
Robbisiga yetaylamagan ilm birodarlar ilm emas. Kishini Robbisiga tomon yetalab bormagan ilm emas. Uni toatiga boshlagan, unga yaqin bo'lishga yetaylagan, vujudini sirini bildirgan, dunyoga nima kelganligini tushuntirgan ilm haqiqiy ilm. Chunki birodarlar, biz aytgan mana shu oxiratni, iymonni, jannat, do'zaxni, Allohni bizga tanitmagan ilm bizda bo'lsin. Ya'ni Allohda tanitmaydigan ilmdan 10 ta diplomimiz bo'lsin, o'lganimizda ilmlarning bittasi bizga foydasi tegmaydi. Yer betida qoladi diplomlar, unvonlar, nimalar? Почетный gramatalar. Haqiqiy ilm nima? Allohni bizga tanitgan ilm. Mana Alloh taolo o'qi dedi, lekin nimani ekanligini aytmadi. Nimani o'qishimizni aytmadi. O'qi, ammo o'qilishi lozim bo'lgan narsa mahzuf. Nimani o'qishni Alloh taolo bu oyatda aytmadi. Endi maf'ul mahzuf bo'lsa, fe'l mutloq bo'ladi. O'qi, hamma yoqda o'qi. Koinotni o'qi. Koinotni o'qi, qara, fikr qil, Allohni tanitadi. Chunki koinot jim turgan Qur'on. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotini o'qi, bas u tirik Qur'on. Ilm talab qil. Agar inson ilm talab qilmasa, uni insoniyligi yuzaga chiqmaydi. Chunki dunyoda istasak ham ilm kerak, oxiratda istasak ham ilm kerak, ikkalasini qo'shib istasak ham nima kerak? Ilm kerak. Ilmning xususiyati shunaqa ekanki, ilmga hamma yo'g'ingizni bersangiz, butun borlig'ingiz, ilm sizga o'zidan ozgina bir narsani beradi. Agar hayotingizdan ozgina bir narsani bersangiz, ilm sizga hech narsasini bermaydi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ilmning iymonga bog'liqligi. Mana Alloh taolo o'qi degan ilmni bir necha qismlarga bo'lamiz. O'qi bu qiroat. Birinchi qiroat, birinchi o'qishlik bu bahs va iymon qiroati deb atasak bo'ladi. Birinchi o'qish shunday o'qishki, bahs qilamiz, istaymiz va Allohni taniganimizdan keyin iymon keltiramiz. Bahs va iymon keltirishlik qiroati. Aytiladiki, hamma xushyor odam ham oqil emas. Hamma xushyor odam ham oqil emas. Bir odam aql hushi joyida, nozik narsalarni tushunadi. Biron bir sohada, nodir sohada mutaxassis bo'lib yetishadi. Uni mana shu o'rgangan ilmi katta daromad keltiradi. Bu kishi xushyor inson deyiladi. Hali oqil emas. Lekin uni o'rgangan mana shu ilmi unga Allohni tanitmasa, oxiratni tanitmasa, bu odamda oqil deb bo'lmaydi. Oqil Allohni tanigan inson, oqil Allohga muhabbat qo'ygan inson. Muhabbatimiz qanchalar bo'lsa, aqlimiz shunchalar pishib yetilibdi. Payg'ambarimiz aytganlar, Allohga muhabbatni qattiqrog'inglar, aqli rojihroqinglar, ya'ni aqli pishganrog'inglar. Shuning uchun duoda aytiladi: "Ey Robbim, seni topgan banda nimani yo'qotdi? Seni yo'qotgan banda nimani topdi? Agar Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga kimni kuchi yetadi? Agar Alloh senga qarshi bo'lsa, kimni senga foydasi tegadi?" Ey odam bolasi, deyapti Alloh taolo, meni izlab topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotding. Shuning uchun inson past, quyi hojatlarni qondirish bilan ham yuradi, faqat qornini g'ami bilan yoki oliy, yuqori bo'lgan hojatini qondiradi, nimasini? Iymonini, e'tiqodini mustahkam qilishlik bilan. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasamki, barcha inson ziyon, baxtsizlikdadir. Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Odam bolasi borki, dunyoga kirdimi, ziyonda. Haqiqiy ziyonkor kim? Allohni tanimagan, uni manhaji bilan yashamagan inson. Chunki Allohni tanimagan bo'lsa, Robbisini ko'rsatmasi bilan yashamagan bo'lsa, o'zi bilganida yashagan bo'lsa, bu bilgan narsalarning hammasi o'lganda yerda betda qolib ketadi. Bir kishini
bir kunlik daromadi $1 million deb tasavvur qilaylik. Bir kunda $1 million pul topadi. Agar shu odam Allohni tanimagan bo'lsa, mana shu oyatni so'zi bilan, oyatni dalili bilan bu odam haqiqiy ziyonkor. Kuniga $1 million topib ham zarar ko'radimi odam? Ha, zarar ko'radi, agar Allohni tanimasa. Chunki birodarlar, o'lim shunaqa narsaki, insonni hayotidagi hamma narsani tugatadi. Insonni o'zini tugatmaydi. Boyni boyligini ketkazadi. Kambag'alni kambag'alligini ketkazadi. Kasalni kasalligini ketkazadi. Xotirjamligini ketkazadi. Xavotirdagi odamning qo'rquvini tugatadi. Ammo insonni o'zini tugatmaydi. Inson o'ldi, shu bilan tugadimi? Yo'q, birodarlar. O'lim insonni hayot yo'lidagi bitta bekat. Uni totib ko'radi, yana davom etadi inson. Agar shuni bilmagan bo'lsa, haqiqatan eng katta ziyonni ko'rgan odam mana shu inson bo'ladi. Shuning uchun oqil inson har kuni o'ziga shu savolni berish kerak. Mana shu qilayotgan ishim oxiratimga foydasi bormi, yo'qmi? Aytinglar-da, menga kerakmi shu narsa? Oqil odam o'ziga shu savolni bersin. Shu qilayotgan ishim, gapirayotgan gapim menga kerakmi, kerak emasmi? 2 kun umringiz qoldi, nima qilasiz? Haqlarni berasiz, qarzlar to'laysiz. Kimni xafa qilgan bo'lsangiz, yugurib borib nima qilasiz? Soatga qarab turib uxlamaysiz ham darja. Chunki qancha qoldi? 48 soat qoldi bor yo'g'i. Ana shu paytda qilasiz eng kerak narsani. O'sha paytda qilgan ishingiz eng to'g'ri ish bo'ladi. O'sha paytda gapirgan gapingiz eng kerak gap bo'ladi. Ungacha muammo nimada? Bizga qancha qolganligini birov aytmaydi bizga. Oqil odam o'ziga shu savolni berish kerak. Menga oxiratimga shu narsa kerakmi yoki yo'qmi? Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbata ma. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma zeb-ziynatlari bilan Alloh taoloning nazdida chivinni qonatichalik qadri bo'lganida, bu dunyodan bu kofirga, bitta kofirga bir ho'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Siz bilan biz intilib o'lib qolayotgan, kesa quvonib, topolmasak siqilayotgan mana shu dunyoning matohi, shu dunyoda zeb-ziynati Allohning nazdida chivinni qonatichalik qadri bo'lganida kofirlarga bir ho'plam suv ichirganchalik ham bermas edi. Chunki bu narsalarni maqsad qilib yugurishlik to'g'ri emas edi musulmonga. Rizqingga yozgan banda, ishanaver. Onasini qorniga joylashib 121-kunga to'lgan kuni Alloh taolo uni rizqini yozib qo'ygan. Siz uni g'am qilsangiz ham o'sh keladi, g'am qilmasangiz ham o'sh keladi. Sizdan faqat mehnat qilib qo'yish, sababini qilib qo'yishlik. Lekin shu narsani maqsad qilib boshimizga kiyib olganmiz. Topayotganlar endi topolmayapmiz-da, bo'lmayapti desa, topayotganlarga ham yetmayapti, ishonaveringlar. To'g'rimi? Topayotgandan so'rang-da, avvalgida qilmas deydi. Demak, Alloh taolo bizga o'qi dedi. Birinchi o'qish bu bahs va iymon o'qishi. Bahs qilamiz, Allohni izlab topamiz va unga iymon keltiramiz. Astagfirullah. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar hech qachon teng bo'lmaydi. Endi nimani biladigan odam, nimani bilmaydigan odam bilan teng bo'lmaydi. Alloh bizdan qaysi ilmni talab qilyapti bu yerda? Allohni tanitishga olib boradigan ilmni. Mana shu birinchi o'rindagi qiroat bo'ladi. Alloh taolo odam bolasiga ikrom ko'rsatdi. Iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram. O'ta karamli zot bizga nimani berdi? Nima bor bizda? Hayvonlarda yo'q. Aql bor va nutq bor, bayon bor. Alloh taolo siz bilan bizga bayonni berdi, birodarlar. Bir o'ylab ko'ringlar-da. Tishingiz og'rib yoki og'zingizda bir sabab bilan bir kun gapira olmagan paytingizni eslang-da bo'lsa. Kuragimni qashib qo'y deyapsiz. Osonla aytyapsiz. Endi shuni tilsiz aytib ko'ring-da. Deysiz. Shunda bayonni
nima ekanligi, qanaqa ne'matligini his qilasiz. Ammo bu bayon bizda turar ekan, boyaga aytganda ko'nikib qolganmiz-da, shukrni keltirishni ham bilmaymiz. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan. Mehribon Alloh Muhammad alayhisalom va uning ummatlariga Qur'onni berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni ta'lim berdi. Bayon, nutq, gapirishlik, so'zlashlik. Bayon nima? Boshqa odamlar bilan bog'lanishlikning eng oliy ko'rinishi. Gapirib qo'yish qo'liga mana shuni ne'matligini his qilamizmi, birodarlar? O'shuning uchun o'qishlik Allohni tanitadigan o'qishlik bo'lsin, iymon keltiradigan o'qish bo'lsin dedik. Mana o'qiyapmiz, nutqda nima ekanligini o'qidik. Tanidik Allohni bahs qilib, keyin nima qilamiz? Iymon keltiramiz. Bayon bog'lanishdir. Kishi bayon bilan o'zini fikrlarini, his-tuyg'ularini, shuurlarini boshqalarga yetkazadi. Bayon bilan bir insondan ikkinchi insonga ilm o'tadi. Yozib qo'yishlik bilan bir avloddan keyingisiga ilm ko'chadi. Endi tarjima bilan bir ummatdan ikkinchi ummatga ilm nima bo'ladi? Boradi, yetib boradi. Shu yerdagi yozish ham bayon, gapirish ham bayon, birodarlar. Tarjima qilish ham bayon. Alloh bizga nimani ta'lim beribdi? Demak, bahs qildik, Allohni tanidik, endi nima qilamiz Allohga? Iymon keltiramiz. Bir inson tijorat qiladi, pulini yarmi kuyib ketadi, ziyon qildim deydi, zarar ko'rdim deydi. Yana kimdir pulini hammasini o'g'ri urib ketadi, nima qildim deydi? Zarar ko'rdim deydi. Haqiqiy ziyonkor, haqiqiy zarar ko'rgan inson kim? Mana shu dunyosini 3-4 so'mini yo'qotgan odammi? Yo'q. Kim oxiratini boy berib qo'ygan bo'lsa, oxiratini yutkazib qo'ygan bo'lsa, mana shu inson haqiqiy ziyonkor odam. Val asr innal insana lafi xusr. Alloh taolo bandasiga bor bo'lishlik ne'matini berdi. Yo'g'idik bor qildi. Ne'matmi? Ne'mat. Endi inson o'ladi. Bu insonning nihoyasi, tugashimi? Yo'q. O'lim hozir aytib o'tdik. Uning hayot yo'lidagi bitta bekat xolos. U yerga bir to'xtaydi, o'limni ichadi, sharbatini, keyin yo'lini davom etkazadi. Inson bir marta o'lib, qaytib o'lmasligiga dalil Alloh taolo do'zaxiylarni, do'zax farishtasi bo'lgan Malikka qilgan nidosini Qur'onda siz bilan bizga bayon qiladi. Astagfirullah va nadaw ya maliku liyaqdi alayna robbuk qala innakum makithun. Do'zaxiylar aytadiki, azobni ko'p o'lmaydi. Bu dunyodagi har qancha azob bo'lsin, har qancha qiyinchilik, har qancha dard bo'lsin, o'lim bilan qutuladi. Dunyoda hamma ishini o'lim to'xtatadi. Rohatini ham, azobini ham, boyligini ham, kambag'alligini ham, sog'ligini ham, kasalligini ham, tinchligini ham, xotirjamligini ham yoki xavotirini ham. Endi do'zaxdagilar aytadiki, ular ey Malik, Parvardigoring bizlarga hukmini qilsin, ya'ni bizni o'ldirsin. O'ldirsin bizni deb nido qilganlarida u Malik aytadi: albatta sizlar mana shu azobdan mangu turg'uchidirsizlar. Bir marta o'ladi inson, qayta o'lmaydi. Demak, inson abadiylikka qolish uchun yaratilgan. Inson abadiylikka qolish uchun yaratilgan. Yo, kengligi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannat uchun abadiy qoladi. Yoki azobi bitmas tuganmas jahannamda abadiy qoladi. Biz abadiylik uchun yaratilganmiz. Endi Alloh taolo aytayapti, haqiqiy ziyonkorlarning kimligini aytadi. Astagfirullah. Qul innal khosirinal ladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah. Haqiqiy ziyon Alloh aytgan ziyon. Odamlar aytayotgan ziyon unaqa katta ziyon emas. Ayting, albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Oxiratini boy bergan odam haqiqiy ziyonkor odam bo'ladi. Har bitta inson o'qish kerak. Nimani o'qish kerak? O'zini kimligini unga bildiradigan ilmni o'qish kerak. Qayerdan kelganligini unga birga o'rgatadigan, bildiradigan ilmni o'qishlik kerak va qayoqqa ketishligini o'rgatadigan ilmni o'qishlik kerak. Endi inson uchun eng yaqin bo'lgan, u o'qish kerak bo'lgan narsa nima? Inson uchun eng yaqin bo'lgan va o'qish kerak bo'lgan narsa nima? Bu o'zining jasadi.
Inson man arafa nafsahu, arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, kimligini, nimaligini, Robbisini tanibdi. Biz o'zimizni jasadimiz haqida ozgina fikr qilib ko'raylik, o'zimizni jasadimizni o'qiylik. Agar siz o'zingizni jasadingizni ko'ra olmasangiz, mo'jizaligini, bolangiz yoki nabirangizni qarang-da. Bolangizni qarang o'sishligini. Menday bo'ladi. Demak, inson o'qish kerak bo'lgan va o'ziga eng yaqin bo'lgan kitob qaysi kitob ekan? O'zini jasadi ekan. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson nimadan yaralganiga qarasin. Nimadan yaraldi inson? Shuni o'qimaysanmi, banda? Nimadan yaralganiga qara inson deyapti Alloh taolo. Billa bo'lgan paytda erkak kishidan nutfa chiqar ekan, mana shu nutfaning ichida 300 millionga yaqin odam bo'lishlikka yaraydigan nuqta bo'lar ekan tirik. 300 million. Agar mana Qirg'iziston 7 million aholi shu bitta uy lotereyaga qo'ydi, pasporti yoki metrikasini seriyasi bo'yicha kimga tushsa shunga chiqib qoladi shu uy desa va sizga chiqib qolsa. Bilasizmi qanaqa baxtli insonsiz? Menga chiqdi deysiz shu telefon yo mashina yo uy deysiz. 7 million ichidan bor yo'g'i bitta telefon yo uy, unga qanaqa baxtli his qilasiz o'zingizni? Birodar, 300 million bir marta chiqqanda. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi? Demak, bu o'qish bizga o'zimizni o'qishligimiz, mana shu o'zimizni jasadimizni o'qishligimiz Allohni tanityapti va iymon keltiryapmiz. O'ylab ko'ringlar-da, qolgani qani? Qolgani qani? Lekin bu oyat alomatlarini ko'rmaymiz ham, o'qimaymiz ham, bilmaymiz. Ishimiz ham yo'q. Pulim yo'q, mashinam balonni almashtirish kerak, tomda solish kerak, ishim yurishmayapti, qarzimiz olmayapti. Inson bo'lib qolganing o'zi mo'jiza emasmi? Yaralib qolganing o'zi ne'mat emasmi? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Inson yeyotgan taomiga qaramaydimi? Alam naj'allahu aynayn va lisana va shafatayn. Biz unga ikki ko'zni, tilni bermadikmi? O'ylab ko'ringlar, birodarlar, biz o'qishimiz kerak bo'lgan va bizga eng yaqin bo'lgan birinchi alomat, birinchi kitob nima ekan? O'zimizning jasadimiz. O'qi. Iqro. Bu ilohiy buyruq, birodarlar. Bu o'qishing senga Robbingni tanitsin. Bu o'qishing seni vujudga kelishingning sababini, hikmatini bildirsin. Shunda nima deysan? Subhanalloh deysan. Demak, birinchi o'qishlik bu bahs va iymon keltirish o'qishi. Ikkinchi o'qish. Karamli Robbimiz, Al-Akram Robbimiz bizdan talab qilgan o'qishning ikkinchisi tanish va shukr keltirish. Tanish va shukr keltirishlik. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Alloh taolo insonga o'zini kitobini berdi. Siz bilan biz hali yo'q paytimizda Allohning bu kalomi bor edi. Alloh taoloning bu kalomi bor paytda biz kim edik? Nima edik? Biz hech kim emas edik va hech narsa emas edik. Biz uchun makon ham yo'q edi. Biz uchun zamon ham yo'q edi. Hech narsa emas edik. Nafsimiz ham yo'q, jasadimiz ham yo'q, oyoq qo'limiz ham hech narsamiz yo'q. Demak, Alloh taoloning bergan eng ulug' ne'mati nima bo'ldi? Bizni bor qildi. Bizni vujudga keltirdi. Jasadni berdi, aql hushni berdi, oyoq qo'lni berdi va mana shu koinotni bizga bo'yinsundirib berdi. Inson bolasi Allohga iymon keltirishlik uchun yaralgan. Inson bolasi Allohga shukr keltirishlik uchun yaralgan. Asal. Asal haqida bir kitobda o'qidingiz. O'zi bir marta ham totib ko'rmadingiz, tasavvur qiling. Nimaligini bilmaysiz, lekin o'qidingiz. Asalaridan chiqadi. Asalari nima? Qana qilib ko'payadi? Ular qana qilib bir asalni yig'adi, qana qilib saqlaydi, qana qilib joylaydi. Xullas, asal haqida ma'lumotni o'qidingizda, tafakkur qilib, qalbingiz erib ketishi kerak. Hali asalni totganingiz yo'q. Va demak, mana shu asalarini yaratgan, asalni paydo qilgan Alloh buyuk hikmat egasi ekan. Allohni tanitdi sizga asal. Garchi totmagan bo'lsangiz ham. Demak, asaldan ko'zlangan maqsad amalga oshdi. Asal sizga Allohni tanitish kerak edi. Asal o'zining ishini bajardi. Sizni o'qishingiz ishingiz o'zining ishini bajardi. Endi bir odam bor, kecha kunduz yeydi asalni. Lekin bir marta o'ylanib ham ko'rmagan. Demak, asaldan ko'zlangan maqsad amalga oshmadi.
Nimani bo'lsa qarang, fikr qilib ko'ring, Allohni topasiz. Boshqa javob yo'q. Subhanalloh deysiz. Agar biz ustimizda Alloh taoloning ne'matlari haqida fikr qiladigan bo'lsak, birodarlar, Alloh taolo berib qo'yibdi. Avval tanitibdi ne'matligini, keyin beribdi. Tanitib turib bermay qo'yish ham mumkinmidi? Bayon mana qanaqa narsa deb Alloh taolo bildirdi, bermadi. Qayoqqa borardik? Ham tanitdi, ham berdi. Masalan, jannat bor, manaqa bog'lari bor, insonlar unga boradi desa-yu, qanaqa qilib borishini bir o'rgatmasa, foydasi bo'lamidi buni? Do'zax bor, odamlar kuyadi deb turib aytsa-yu, lekin undan qutulish yo'lini bermasa, insonlar qayoqqa borar edi? Bir do'stingiz sizga eng yangi rusumdagi telefonni hadya qildi. O'z-o'zidan qalbingizda ikkita bir shuur paydo bo'ladi. Bittasi yangiligidan, uning ichidagi bir funksiyalaridan hayratlanishlik, lol qolishlik va uni hadya ekanligini o'ylab turib xursand bo'lishlik. Lol qolasiz va xursand bo'lasiz. Bitta telefonga. Endi Alloh taolo shuncha ne'matni beribdi, hayratlanib lol qolishimiz kerak va beribdi. Nima qilishimiz kerak? Xursand bo'lishimiz kerak, shukr keltirishimiz kerak. Agar siz Allohni tanib, iymon keltirib, shukr keltirgan bo'lsangiz, sizdan ko'zlangan maqsadni yuzaga chiqaribsiz. Tanidingiz, shukr keltirdingiz, duo qildingiz. Alloh sizdan shu narsani xohlagan edi. Endi Alloh taolo aytadi: "Ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum." Agar shukr qilib, iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nimaga azoblasin? Iymon keltirib, shukr keltirsanglar, nimaga azoblasin Alloh sizlarni? Endi bir qavmlarda azoblayaptimi? Demak, shu narsa ulardan bo'lmagan edi. Iymon keltirishmadi, shukr keltirishmadi, azob keldi. Endi iymon keltirdi, shukr keltirdi, ne'mat nima bo'ladi? Ne'mat ziyoda bo'ladi. Demak, o'qi. Birinchi qiroat bahs qilish va iymon keltirish qiroati. Ikkinchi qiroat tanishlik va shukr keltirishlik qiroati. Agar shuncha ne'matni ustimizda turgani ko'rib, birodarlar, qalbimiz shukr bilan to'lib toshmayotgan bo'lsa, demak biz hali qalbimiz iymondan ancha uzoq ekan. Qaytaraman. Shuncha ne'matni ko'rib turib, qalbing erimayotgan bo'lsa, shukr keltirib Allohga. Demak, qalbing hali nima ekan? Uzoq ekan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sabab qilgandan keyin ham natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan